Nuh alayhissalom vaqtida odamlar 1000 yillab umr ko'rar ekan. Bir kuni 300 yoshli bir odam o'lib qolibdi. Qarindoshlar o'zini qo'yarga joy topolmay yig'larmish. Yosh ketdi bechora, bu dunyoda nima ko'rdi deb chiday olmayotganlarida Nuh alayhissalom ularga oxir zamonga yaqin bir payg'ambarning ummati 60-70 yil yashaydi. 100 yoshga kirishni uzoq umr deb biladilar debdi. Shunda haligilar 60 yil buncha kam, tinmasdan ibodat qilishar ekanda ular deb so'rashibdi. Nuh alayhissalom: "Yo'q, ular sizlardan battar yopishib olgan bo'ladilar dunyoga. Qavatma-qavat uylar quradilar, mol yig'adilar" deb javob beribdi. Javobni eshitgan boyagi qavmning aqli ojiz qolibdi. To'g'rida 60-70 ni mo'ljallaydigan bizga 20 yil yashaysan deyishsa, biz ham tinmay ibodat qilgan bo'lardik. Aslida umrning uzog'i bo'lmaydi, juda ham qisqa. Har daqiqani g'animat bilib ibodatda qoyim bo'laveraylik. Salomat bo'ling.